Doktor, bolam ismiga qaramayapti. Autizm. Bolam gapirmayapti. Autizm. Bolamni qorni ko'p og'riyapti. Autizm. Bolam bolalar bilan o'ynamayapti. Autizm. Bolam ovqat tanlayapti. Autizm. Bir xil harakatlarni ko'p qilyapti. Autizm. O'zi turgan joyida aylanib yotibdi. Autizm. Uyqusi buzilgan. Autizm. Doktor, unda meni farzandimda autizm bor ekan. Men endi nima qilishim kerak? Albatta, to'g'ri mutaxassisga borish kerak. Yuqoridagi aytilgan belgilar har doim ham autizm belgilari bor degani emas va bu bola autizm kasalligiga chalingan degani emas. Qadrli do'stlar, bir narsani to'g'ri tushunaylik. Autizmni bitta, ikkita, uchta belgilari bor degani bu bola haqiqiy autist bola degani emas. Buni aniqlashtirish uchun haqiqiy o'z ishini mutaxassisga yo'naltirish kerak bo'ladi. Agarda sizning farzandingizda ham shunaqa belgilar uchrayotgan bo'lsa, BMP klinikasi sizga 24/7 yordam ko'rsatishga tayyor.